Assalomu alaykum hurmatli futbol muxlislari. 45 yoshdan yuqori bo'lgan yoshdagi faxriylar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatiga xush kelibsiz. Oq kiyimda Do'mbrobod jamoasi, olov rang kiyimda esa Toshkentning Mustang jamoasi. Hozir o'ng qanotdan Do'mbrobod jamoasi hujum boshlamoqda, ammo lekin Mustang jamoasi to'pni jarima maydonidan tashqariga chiqarib yuborishdi. Yon chiziqdan Do'mbrobod jamoasi to'pni maydonga o'yinga kiritishadi. To'pni orqaga uzatildi. Yana to'p maydondan tashqariga chiqib ketdi. Bu safar endi Mustang jamoasi yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritadi. Bir-biriga qisqa uzatmalar, uzun pas maydon markaziga, hujumga va Mustang jamoasidan navbatdagi hujum. O'rtaga pas, orqaga. Hozir himoyachilar Do'mbrobod jamoasida o'zaro bir-birligiga uzatma uzatishmoqda. Qisqa paslar orqali, ya'ni hujumga o'tishga shoshilishmayapti. Va kutilmaganda Mustang jamoasi to'pni olib qo'yishdi va hozir hujumchi yo'q, menimcha o'yin qoidasi buzilmadi. O'yinni davom ettirish mumkin. Do'mbrobod jamoasidan navbatdagi hujum o'ng qanotdan. Endi to'p chap qanotdagi himoyachiga uzatiladi. 3-raqamdagi 18-raqam maydon markaziga uzatildi. Qanotdan hujum boshlashmoqda. Ammo to'p maydon tashqarisidan chiqib ketdi. Yon chiziqdan Do'mbrobod jamoasi to'pni o'yinga kiritdi. Qanotdan hujum, ichkariga pas, darvozabon to'pni o'tkazib yubordi, ammo lekin uzoqdan zarba va noaniq. Ammo juda xavfli hujum, ya'ni Do'mbrobod jamoasi kutilmaganda o'ng qanotdan hujum boshladi va xavfli vaziyat yaratdi. Yana o'ng qanotdan Do'mbrobod jamoasi hujumga o'tmoqda. Ichkariga pas beriladimi? Yo'q. Jarima zarbasi va hozirda Mustang jamoasi to'pni o'yinga kiritdi. Maydon markaziga yo'llanmoqda. Himoyachilar o'zaro bir-biriga to'pni uzatishmoqda. Ichkariga uzun pas. To'pni to'xtatib olinadimi? O'ng qanotdan hozir Mustang jamoasi hujumga o'tdi. Jarima to'pi. O'yin qoidasi buzildi. Jarima to'pini Mustang jamoasi uzun uzatma bosh bilan himoyachilar to'pni qaytarishdi. To'p maydonda qoladimi? Yo'q, maydonda qolmadi. Mustang jamoasida yon chiziqdan to'pni uzoq maydonga kiritadi. Orqaga pas. Birinchini aldashga harakat, ichkariga pas, ammo himoyachilar bu xavfni o'z vaqtida bartaraf qilishdi va qarshi hujum boshlashmoqchi edi, ammo Mustang jamoasi himoyachilari ham sergak va hozir Do'mbrobod jamoasi hujum boshlamoqda. O'yindan tashqari holat. Mustang jamoasi erkin zarba bilan to'pni o'yinga kiritadi. Zarba beriladimi? Yo'q, to'p o'tib ketdi. Himoyachilar xavfni o'z vaqtida bartaraf qilishdi va chap qanotdan hujum boshlashmoqda. Kutilmaganda himoyachi xatoga yo'l qo'ydi va yon chiziqdan Mustang jamoasi to'pni o'yinga kiritdi. Maydon markazida to'p. Yarim himoyachi qayerga to'p beradi hozir noma'lum. O'rtadan pas berdi. Kutilmaganda to'p himoyachilar oyog'i orasidan o'tdi. To'p uzoqlashtirildi.
Xavfli o'yin. Jarima zarbasi, ya'ni Mustan jamoasi hozir jarima zarbasini qiladi. Qisqa pas. Himoyachi orqali chap qanotdan zarba. Xavfli vaziyat. Do'mbrobod jamoasi erkin zarba bilan to'pni maydonga kiritdi. Himoyachilar o'ng qanotdan hujum boshlamoqda. Kutilmaganda to'p yo'qotilindi. Mustan jamoasi endi qarshi hujumga o'tdi. To'pga ulguriladimi? Jarima zarbasi. O'yin qoidasi buzildi. Jarima to'pi Mustang jamoasi oladi, ya'ni bajaradi. Mustang jamoasi jarima to'pini bajaradi. Ichkariga uzatma. To'p uzoqlashtirildi. Yon chiziqdan Mustang jamoasi to'pni o'yin kiritadi. Qisqa uzatmalar. Orqaga pas. Ichkariga noaniq zarba. Erkin zarba bilan Mustang jamoasi, Do'mbrobod jamoasi. Erkin zarba bilan Do'mbrobod jamoasi. Qisqa uzatmalar. Uzun pas. Hujumchi ulguradimi?
Jarima zarbasi ichkariga uzatma bosh bilan himoyachilar qaytarildi. Uzoqdan zarba. Rikoshet. O'yin qoidasi buzilmadi. To'p Mustang jamoasida uzoqdan zarba, noaniq. Noaniq zarba. Erkin zarba bilan Do'murobod jamoasi to'pni o'yinga kiritishadi. Uzun uzatma. Maydon markazida Do'murobod jamoasi hujumchilari hujum boshlashmoqda. Chap qanotdan markaziga to'p uzatildi, ammo Mustang jamoasi himoyachilari to'pni qaytarishdi. Kutilmaganda hujumchi birga bir chiqdi, ammo to'pni to'xtata oladimikin? Yo'q, to'xtata olmadi. O'yin qoidasi buzildi. Jarima zarbasini Do'murobod jamoasi to'pga o'yin kiritishdi. Maydon markazida to'p. Yarim himoyachi bir o'yinchini aldab o'tdi. Jarima zarbasi. Hakam o'yinni to'xtatdi. O'ng qanotga pas. Ammo lekin Mustang jamoasi himoyachilari bu xavfni bartaraf qilishdi. Darvozabon erkin zarba bilan to'pni o'yinga kiritadi. Uzun uzatma maydon markaziga. Ammo lekin kutilmaganda Do'murobod jamoasi to'pni egallashdi va hujum boshlashmoqchi edi. Lekin Mustang jamoasi kutilmaganda chap qanotdan hujum boshlanmoqda. Maydon markaziga uzun uzatma. Hozir Mustang jamoasi chuqur pressing uyushtirmoqda. Ya'ni raqibni erkin nafas olishiga va bo'sh zonalarni yopishga harakat qilmoqda. Kutilmaganda mana chap qanotdan Do'murobod jamoasi hujumga o'tdi. Uzun uzatma havodan ichkariga, ammo lekin Mustang jamoasi himoyachilari buni sezishdi va xavfni bartaraf qilishdi. Maydon markazi orqali yangi hujum boshlanmoqda. Nima bo'ldi? O'yin qoidasi buzildi menimcha. Hakam shuni chaldi. Do'murobod jamoasi himoyachi qaytardi. Mustang himoyachilari yangi hujum boshlashmoqda. O'ng qanotdan Mustang jamoasi ichkariga uzatma o'tmadi. Burchak zarbasi. Burchak zarbasi va Mustang jamoasi burchak zarbasini to'pni o'yin kiritdi. Noaniq. Himoyachi qarshi hujumga o'tib keta oladimi? To'pni uzoqlashtirdi. 11-raqamli hujumchi o'ng qanotdan hujum boshlamoqda. Noaniq uzatma. To'p Mustang jamoasi darvozaboni erkin zarba bilan maydon markaziga to'pni yetkazdi. O'yin to'p to'xtatib olindi. Hozir o'ng qanotdan endi markazdan hujum boshlanmoqda. Kutilmaganda maydon markazida endi chap qanotdan Mustang jamoasi hujum boshlamoqchi. Markaz
orqaga, himoyachilarga. Endi o'ng qanot orqali qisqa pas. Noaniq. Endi Do'mbrobod jamoasi hujumchisi sirpanib tushdi va Mustan jamoasi himoyachilari to'pni bartaraf qilishdi. Yon chiziqdan Do'mbrobod jamoasi to'pni o'yin kirchadi. To'p o'yin kiritildi. Do'mbrobod jamoasi chap qanotdan endi maydon markaziga harakatlanmoqda. Endi to'p o'ng qanotga uzatilindi. Uzatma aniq. Himoyachilar chap qanot orqali ammo himoyachilar o'z o'rnida xavfni bartaraf qilishdi. Yon chiziqdan Do'mbrobod jamoasi to'pni o'yinga kiritadi. Ammo lekin xavf bartaraf qilindi. Yon chiziqdan Do'mbrobod jamoasi to'pni o'yinga kiritdi. Hujum markaz orqali uyushtirilmoqda. Endi chap qanotga ko'chdi. Noaniq. Himoyachilar o'z o'rnida, lekin kutilmaganda Mustan jamoasi uzun pas. Noaniq. Darvozabon o'z o'rnida. Chap qanot orqali Mustan jamoasi hujum boshlamoqchi. To'pni markazga himoyachilar orqali. Chunki pozitsiyalar, zonalar yopilgan, shuning uchun himoyachilar orqali hujum boshlashmoqchi. Endi o'ng qanot orqali markazga o'tdi to'p. Uzun uzatma, noaniq. Darvozabon o'z o'rnida. Erkin zarba bilan Mustan jamoasi to'pni o'yin kiritadi. Noaniq. Himoyachilar Do'mbrobod o'ng qanot orqali qanotdan hujum. Uzun pas, uzatma. Himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Yon chiziqdan Do'mbrobod jamoasi to'pni o'yin kiritdi. Hozir chap qanotdan jarima zarbasi. Hakam shtek chaldi. Jarima zarbasi va Do'mbrobod jamoasi buni amalga oshiradi. Ichkariga pas bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. Ikki kishidan jonli devor. Uzun uzatma, zarba, darvozabon o'z o'rnida xavfni bartaraf qildi. Qarshi hujumga o'ta oladimi Mustan jamoasi? Yo'q, noaniq. Yon chiziqdan Do'mbrobod jamoasi to'pni o'yinga kiritdi. Orqaga himoyachilar, uzun pas, havoda kurash. Qani, kim yutib chiqadi? Mustan jamoasi ikki kishi bo'lib to'pni olib qo'yishdi. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Chap qanotdan jarima zarbasi, o'yin qoidasi buzildi. Va jarima zarbasi tez amalga oshirildi va o'ng qanotdan ichkariga pas. Noaniq. Ammo to'p yana Do'mbrobod jamoasidan o'ng qanotdan uzatma bo'ladimi? Yo'q. Hakam hushtak chalib o'yinni to'xtatdi. O'yindan tashqari holat.
Erkin zarba bilan Mustang jamoasi to'pni o'yinga kiritadi. Uzun uzatma. Chap qanotdan. Himoyachi, qanot himoyachisi. Uzun pas ichkariga. To'p maydonni tark etdi. Erkin zarba bilan darvozabon to'pni o'yinga kiritadi. Pas. Do'mbrobod jamoasi to'pni maydonga kiritdi va uzun uzatma orqali darvozabon bilan 1-1. 11 raqamdagi himoyachi aldab o'ta oladimi? Yo'q, aldab o'ta olmadi. Himoyachilar xavfni bartaraf qilishdi. Darvozabon o'z o'rnida. Erkin zarba bilan to'pni o'yinga kiritdi. Do'mbrobod jamoasi hozir chap qanot orqali, markaz orqali hujum boshlamoqda. Pas. Uzun uzatma. Himoyachilar xavfni bartaraf qilishi, ammo lekin jarima zarbasi. Jarima zarbasini Do'mbrobod jamoasi amalga oshiradi. Menimcha maydon ichkarisiga uzun pas bo'lsa kerak. Uzun pas. Himoyachilar. Ammo to'p yana Do'mbrobod jamoasida. Hakam hushtak chalib birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetganligini anglatdi. Tanaffus, o'rtoqlar, dam olamiz. Tanaffusdan keyin ikkinchi bo'limni sizlar bilan ko'rishda davom etamiz. Ekrandan uzoqlashmang. Ikkinchi bo'lim boshlanmoqda va jamoalar maydonga tushib kelmoqda. Mustang jamoasi o'z pozitsiyalarini, o'z o'rnini egallashga maydonning o'ng tarafiga o'tmoqda. Ozgina daqiqalardan keyin ikkinchi bo'limni, ya'ni ikkinchi taymni ko'rishimiz mumkin. Mustang jamoasi hakam bilan tortishmoqda. Va bir necha soniyalardan keyin mana so'ralmoqda, darvozabonlar tayyormi deb. Ikkinchi bo'lim boshlandi o'rtoqlar. Ko'rishda davom etamiz. Ajoyib o'yin. Do'mbrobod va Mustang jamoalari o'rtasidagi faxriylar o'rtasidagi 45 yoshdan yuqori bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi O'zbekiston chempionati. Himoyachilar hozirda o'ng qanotdan hujum boshlamoqda. Mustang jamoasi. Uzun pas ichkariga, ammo lekin Do'mbrobod jamoasi xavfni bartaraf qildi. Himoyachilar maydon markaziga kutilmaganda to'pni o'tkazdi. Uzoqdan zarba. Darvozabon o'z o'rnida. Ajoyib. Birinchi xavfli zarba Mustang jamoasida ikkinchi bo'limda. Darvozabon to'pni o'yinga kiritdi. To'p maydonni tark etdi. Erkin zarba bilan darvozabon to'pni o'yinga kiritdi. Himoyachi sheriklarni qidirmoqda. Uzun pas bo'ladimi? Uzun pas maydon markaziga. To'pni to'xtatib olinadimi? Yo'q. Do'mbrobod jamoasi to'pni uzoqlashtirdi. Endi hujum boshlanmoqda markazdan va kutilmaganda
o'ng qanotdan yo'q. To'p maydonni tark etdi. Mustan jamoasi to'pni erkin zarba bilan o'yinga kiritadi. Maydon markaziga uzatma. Ammo lekin Do'mbrobod jamoasi to'pni qaytardi. O'yin qoidasi buzildimi? Yo'q, buzilmadi. Hakam jim. Xo'p, o'ng qanotdan Mustan jamoasi hujum boshlamoqda, lekin himoyachi buni o'qidi. Himoyachilar Do'mbrobod hujum boshlamoqda. Bir o'yinchi ikki o'yinchini orasidan aldab o'tdi, ammo lekin uchinchi himoyachini aldab o'ta olmadi. O'ng qanotdan hujum. Uzun pas. Va kutilmaganda xavfli o'yin. Xavfli o'yin. Hakam shtek chaldi va Do'mbrobod chap qanotdan maydon markaziga bo'ladimi uzatma? Yo'q. Oldinga xavf bartaraf qilindi. Chap qanotdan maydon markazi himoyachi uzun uzatma. Kim birinchi? Darvozabon, himoyachi. O'yin qoidasi buzildi. Mustan jamoasi o'ng qanotdan hujum boshlamoqda. Uzatma. Maydon tark etdimi? Yo'q. Do'mbrobod hujum boshlamoqda. 11-raqamli futbolchi birinchini aldab o'tdi. Markazga pas, darvozabon bilan birga bir. Ammo himoyachilar o'z o'rnida xavfni bartaraf qilishdi. Ajoyib, maydon markazida. To'pni to'xtatib olindi o'ng qanotga. O'ng qanot orqali hujum boshlanmoqda. Ichkariga uzatma bo'ladimi? Bir o'yinchini aldab o'tdi. Ikkinchi o'yinchi, uchinchi o'yinchini aldab o'tdi. Ichkariga pas. Himoyachi xavfni bartaraf qildi. Yon chiziqdan Mustan jamoasi to'pni o'yinga kiritadi. O'ng qanotdan Mustan jamoasi ichkariga kirdi. Zarba! Darvozabon o'z o'rnida, himoyachi xavfni bartaraf qildi. Yana bitta zarba bo'ladimi? Ichkariga pas yo'q. Himoyachi to'pni qaytardi, lekin Mustan jamoasi hujum qilmoqchi, to'pni olib qo'ydi. Qarshi hujum bo'ladimi? Yo'q. Do'mbrobod endi qarshi hujumda jazolashi mumkin. To'pni qo'li bilan Mustan jamoasi futbolchisi himoyasi o'ynadi va hakam sariq kartochka ko'rsatdi. Himoyachi pas. O'ng qanot orqali pas qaytarildi, ammo kutilmaganda bu uzatmani Mustang futbolchisi kutmagandi. Do'mbrobod himoyachisi maydon markazi orqali hujum boshlamoqchi. Uzun pas ichkariga. Jarima zarbasi. O'yin qoidasi buzildi. Jarima zarbasi. Uzoqdan zarba bo'ladimi yoki uzatma? Hozir ko'ramiz. Do'mbrobod jamoasidan hushtak chalindi, ruxsat berildi. Uzatma. Darvozabon o'z o'rnida. To'pni darhol o'yinga kiritdi, ammo darhol Do'mbrobod jamoasi darhol to'pni egalladi va
yon chiziqqa chiqarib yubordi. Mustang jamoasi yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritadi. Ajoyib. Kamdan kam bo'ladigan hodisa. Ya'ni yon chiziqdan to'pni noto'g'ri o'yinga kiritish va to'p Do'mbrobod jamoasiga hakam orqali olib berildi. Lekin Mustang jamoasi yana hujum boshlamoqda. O'ng qanotdan o'tib keta oladimi? Bu himoyachi o'tildi. Ulguradimi? Yo'q. Ulgurilmadi va himoyachi xavfni bartaraf qildi. Yon chiziqdan Mustang jamoasi to'pni o'yinga kiritmoqda. Bir o'yinchini aldab o'tdi. Markaz orqali markazga harakatlanmoqda. Uzatma. Yo'q. Himoyachi o'z o'rnida, ammo lekin Mustang jamoasi qarshi hujum uzoq uzatma ichkariga bo'ladimi? Yo'q, ichkariga emas, markazga bo'ldi. Bu yerda kim bor? Himoyachi. Orqaga uzatma. Markaziy himoyachiga qaytarildi. Uzun uzatma ichkariga. Zarba bo'ladimi? Zarba. Darvozabon. Ajoyib seyf ko'rsatib o'z darvozasini qutqarib qoldi va to'pni o'yinga kiritdi. Navbatdagi hujum Mustang jamoasidan. Himoyachilar himoyachi markaz orqali hujum boshlamoqda. Bir o'yinchini aldab o'tdi. Markazga, endi chap qanotga. Markazga bir o'yinchini aldab o'tdi. O'ng qanotga bir uzatma o'tmadi o'ng qanotga, ammo lekin Do'mbrobod jamoasidan qarshi hujum ko'ramizmi? Yo'q. Noaniq uzatma va darvozabon o'z o'rnida, ya'ni darvozabon to'pni egalladi. Himoyachi orqali mana chap qanot orqali hujum boshlamoqda. Uzatma bo'ladimi yo'q? Qisqa pas orqali, markaz orqali kirib borishga qaror qilishdi Mustang jamoasi. Bir o'yinchini aldab o'tishdi. Ikki o'yinchini orasidan aldab o'tildi. Uzatma bo'ladimi? Yo'q. Noaniq. Yon chiziqdan Mustang jamoasi to'pni o'yinga kiritdi. Himoyachi. Do'mbrobod jamoasi kuchli pressing qildi va to'pni sal qoldi olib qo'yishiga, ammo lekin ikkinchi himoyachi keldi va to'pni olib qo'ydi. Endi o'ng qanotdan hujum boshlanmoqda Mustang jamoasi. Markaz orqali bo'ladimi yoki qisqa uzatma orqali o'tib ketishadimi? Hozir ko'ramiz. Yo'q, bir o'yinchini aldab o'tdi. Ammo lekin o'yin qoidasi buzilmadi dedi hakam va Do'mbrobod jamoasi qarshi hujum, uzatma, to'p o'tadimi? O'yin qoidasi buzildi. Ya'ni hujumchi himoyachiga nisbatan foul ishlatdi. Hakam o'yinni to'xtatdi. Futbolchilar hakamga o'z e'tirozini bildirmoqda, xavfli o'yin deb. Futbolchilar o'zaro bir-birlariga hurmat qilgan holatda uzr so'rashdi. Erkin zarba. Uzatma. Himoyachilar o'z o'rnida, markazda Do'mbrobod jamoasi maydon markazini egallashga harakat qilmoqda. Ichkariga o'tadimi? Yo'q. Chap qanotdan aldab o'ta oladimi? Aldab o'tdi. Ichkariga pas, ammo lekin to'p maydonni tark etdi. Burchak zarbasi Do'mbrobod jamoasi futbolchilari burchak zarbasini amalga oshirishadi. Ichkariga uzatma bo'ladimi? Ko'ramiz. Ichkariga uzatma yuqoridan, ammo lekin noaniq.
Noaniq. Ammo lekin havodan juda yaxshi uzatma bo'ldi. Lekin Do'mbrobod jamoasidagi 18-raqamdagi futbolchi bu imkoniyatdan foydalana olmadi. O'yinda ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi. Erkin zarba bilan Mustang jamoasi to'pni o'yinga kiritadi. Markazga hakam o'yin qoidasi buzilganligini. Jarima zarbasi. Do'mbrobod futbolchilari jarima zarbasini amalga oshirishadi. Sal orqaroqdan. Ichkariga uzatma bo'ladimi yoki qisqa pas bilan o'ynash uzatma ichkariga. Mustang jamoasi himoyachisi to'pni qaytardi. Darvozabon o'z o'rnida. Darvozabon to'pni o'yinga kiritdi. Mustang jamoasi yana to'p bilan markazda o'yin qoidasi buzildi. Hakam Mustang jamoasi o'yin qoidasini maydon markazida buzganligini ko'rsatmoqda va Do'mbrobod jamoasi jarima zarbasini amalga oshirishadi. Darvozabon o'z o'yinchilariga noroziligini aytmoqda. Zarba. Mustang jamoasi to'pni olib qo'ydi. O'ng qanotdan hujum boshlanmoqda. Ichkariga, markazga ulguradimi? Maydon markazidan chap qanot orqali maydon markazi. Endi to'p o'ng qanotga o'tdi. Bir o'yinchini aldab o'tdi. Ichkariga uzatma. Zarba bo'ladimi? Yo'q. Himoyachi o'z vaqtida xavfni bartaraf qildi. Himoyachilar endi qarshi hujum. Ichkariga uzatma. O'ng qanotdan ichkariga uzatma ko'ramizmi? Yo'q, ichkariga emas. Noaniq. Markazga himoyachi qoyil. Himoyachi xavfni bartaraf qildi, ammo lekin to'p maydondan tark etdimi? Yo'q, tark etmadi. Erkin zarba bilan Do'mbrobod jamoasi to'pni o'yinga kiritadi. Darvozabon mana o'ng qanot himoyachisi orqali hujum boshlamoqda. Ichkari o'rtaga, markazga pas. Hozir devor uslubida o'tib ketishga harakat qilishdi, ammo lekin bu narsa o'xshamadi va Mustang jamoasi qarshi hujumga o'tib ketmoqchi edi, ammo lekin Do'mbrobod jamoasi himoyachisi 2-raqamdagi himoyachi xavfni bartaraf etdi. Jonchiziqdan Mustang jamoasi ichkariga uzatma. Himoyachi xavfni bartaraf qildi, lekin qarshi hujum yo'q. Qarshi hujum ko'ramizmi Do'mbroboddan? Yo'q. Himoyachi o'z o'rnida. Ichkariga uzatma bo'ladimi yoki pas? Pasni tanlashda o'ng qanotdan orqaga uzatma. Ichkariga o'tmadi. To'p maydonni tark etdi. Jonchiziqdan Mustang jamoasi. O'yin qoidasi buzildi. Do'mbrobod futbolchisi tomonidan. Hakam jarima to'pini, ya'ni jarima zarbasini belgiladi. Ichkariga uzatma bo'ladimi? Yo'q. Markazga uzatma. Mustang jamoasi endi chap qanotdan ichkariga uzatma. Ko'ramizmi bosh bilan zarbani? Yo'q. Himoyachi 18-raqamdagi Do'mbrobod himoyachisi xavfni bartaraf etdi. Jonchiziqdan, ya'ni burchak to'pi va Mustang jamoasi to'pni maydonga kirishdi, ammo takror burchak zarbasini amalga oshirish kerak. Mustang jamoasi futbolchisi burchak tomon ketmoqda.
Ichkariga uzatma ko'ramizmi yoki yana kombinatsiya qanaqadir kombinatsiyani ko'ramiz. Ichkariga uzatma bo'lsa kerak. Ichkariga uzatma. Bir o'yinchidan o'tib ketdi zarba. O, xavfli o'yin. Ammo hakam jim. Hakam o'yin qo'yib bermoqda. O'yin to'xtatildi. Ikki jamoa futbolchilari jarohat olgani bo'lishi mumkin. Jamoadoshlar hozir o'z hamkasblaridan hol-ahvollarini so'rashmoqda. Hammasi joyidami degan holatda. Mustan jamoasi chap qanotdan hujum boshlamoqda. Maydon markaziga to'p qaytarildi. Bir o'yinchini aldab o'tdi. Maydon markazi orqali hujum boshlamoqda Mustan jamoasi. Endi hujum o'ng qanotga ko'chdi. Ichkariga pas bo'ladimi yoki uzatma? Orqaga pas. Ichkariga uzatma, bosh bilan zarba, ammo bu yerda hech kim yo'q Mustan jamoasidan. Darvozabon erkin zarba bilan to'pni o'yinga kiritib beradi. Maydon markazida Do'mbrobod jamoasi, ammo lekin hujumchi yugurmadi. Ya'ni va Mustan jamoasi himoyachisi hujumni yengitdan boshlamoqda. Ichkariga pas, ammo lekin bu yerda Mustan jamoasidan futbolchilar yo'q. Markaziy himoyachi to'pni chap qanotga uzatdi. Qisqa pas orqali o'tib ketishmoqchi. Orqaga pas. Orqaga hamma pozitsiyalar yopilgan. Faqat uzun uzatma orqali o'tish mumkin, ammo lekin bu ham o'tmadi. To'pni Mustan jamoasi yo'q, to'pni oldirishdi. To'pni oldirishdi, noaniq qanotga havoda bahs. Mustan jamoasi himoyachisi to'pni olib qo'ydi va hujum boshlamoqda. Markazga pas, ajoyib. Markaz orqali o'tib ketishmoqchi. Qaytarildi. Uchburchak o'ynalmoqda, ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Jarima zarbasi, ammo lekin to'p Mustan jamoasida, shuning uchun o'yin qoidasi buzilgan bo'lsa ham o'yin davom etadi. To'p maydon tashqarisida chiqib ketdi. Yon chiziqdan Mustan jamoasi to'pni o'yinga kiritadi. O'ng qanotdan ichkariga pas bo'ladimi yoki pas? O'tmadi, ammo lekin to'p yana Mustangda, Mustan jamoasida. Ichkariga pas, himoyachi qaytardi, ammo lekin ikkinchi temp bo'ladimi? To'pni to'xtatildi, ajoyib. Neymar ham havas qilardi bunaqa to'xtatishga. Ichkariga uzatma, ammo lekin noaniq. Do'mbrobod jamoasi himoyachi bilan kurashib ko'rdi, ammo bu kurashda yutqizdi. Himoyachilar qaytadan hujum boshlamoqda. Endi chap qanotdan Mustan jamoasi oldinga o'tmoqchi, markazga qisqa pas orqali o'ynashmoqda. Pas bo'ladimi yoki zarba? Noaniq. Darvozabon to'pni uzoqlashtirdi. To'p to'xtatildi. Do'mbrobod jamoasi. Pas bo'ladimi? Qisqa pas. Ajoyib, 11-raqamli o'yinchi. Uzatma, ajoyib uzatma, noaniq. To'p oldirildi.
Mustan jamoasi hozir chap qanotdan hujumga o'tmoqda. Orqaga pas. Orqaga pas to'pni oldirgandan ko'ra, chunki pozitsiyalar yopiq edi. Uzatma bo'ladimi? Yo'q. Maydon markaziga. Ajoyib. Ichkariga bo'ladimi pas? Uzatma, ammo bu yerda hech kim yo'q. Noaniq. Uzoqdan uzatma, o'ng qanot orqali kirmoqchi bo'lishdi. Maydon markazida, ammo hech kim yo'q bu yerda, faqat Do'mbrobod futbolchilari. Birga bir chiqib ketishligi mumkin. Hozirda 11-raqamli futbolchi o'ta oladimi himoyachidan? Birinchini aldab o'tdi, ikkinchisini ham aldab o'tdi. Yordamga kelish kerak, ammo hech kim yo'q. Sheriklardan majbur orqaga uzatma qilishga. Chap qanot orqali Do'mbrobod jamoasi hujumga o'tmoqda. Ichkariga uzatma bo'ladimi yoki pas? Pas. Uzatma. Noaniq, darvozabon o'z o'rnida. Bu yerda himoyachi juda ajoyib o'ynadi. Tan berish kerak. Yo, o'ng qanotdan Mustang jamoasi hujum boshlamoqda. Ichkariga pas bo'ladimi? Yo'q, markazga, markaz orqali kirmoqda. Endi yana o'ng qanot orqali himoyachilar pozitsiyani yopishgan, ammo lekin markazda o'ta oladimi? O'tildi. Ichkariga uzatma? Yo'q. O'yin qoidasi buzildi. Hakam o'yin qoidasi buzilganligini ko'rsatmoqda va Mustang jamoasi jarima zarbasini ijro etadi. Ajoyib imkoniyat. Uzatma bo'ladimi yoki to'g'ridan to'g'ri darvoza tomon zarba bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Qani. Mustang jamoasi ishtirokida jarima zarbasi noaniq. Do'mbrobod jamoasi to'pni o'yinga kiritdi. Chap qanot orqali, ammo to'p oldirildi. Ammo o'yin qoidasi buzildi. Va hakam sariq kartochkani Do'mbrobod futbolchisiga ko'rsatmoqda. Jarima zarbasi. Jarima zarbasi, Mustang jamoasi ichkariga uzatma. To'p hammadan o'tib ketgan holatda yon chiziqni tark etdi. Yon chiziqdan Do'mbrobod futbolchilari to'pni o'yinga kiritadi. Noaniq, ammo lekin Mustang jamoasi ulguradimi to'pga? Ulgurmadi. Burchak zarbasi. Burchak zarbasi Mustang jamoasi ishtirokida ichkariga uzatma bo'ladimi? Uzatma. Zarba, gol! Ajoyib. 1-0. Mustang jamoasi burchak zarbasidan so'ng hisobni ochdi. Ajoyib. Mustang va Do'mbrobod jamoalari o'rtasidagi o'yinda hisob ochildi. 1-0. Oldinda Mustang jamoasi. Ajoyib gol. Maydon markazidan Do'mbrobod futbolchilari o'yinni boshlashmoqda. Hisobni tenglashtirish uchun harakat, ammo kutilmaganda Mustang jamoasi to'pni olib qo'ydi. Hujum orqaga. Ichkariga uzatma. Ajoyib. Zarba ko'ramizmi? Yo'q. Yo'q. Himoyachi ulgurdi va
zarba berishga imkon qoldirmadi. Burchak zarbasi Mustang jamoasidan. Ichkariga uzatma. Gol ko'ramizmi? Yo'q. Himoyachi xatoga yo'l qo'ydi va burchak zarbasi va hakam ushbu o'rinda ikkinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetganligini shtagini chaldi. Tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Do'mbrobod Mustang jamoasidagi o'rtasidagi uchrashuvda 1-0 hisobida Mustang jamoasi g'alaba qozondi. O'yin uchun rahmat. E'tiboringlar uchun rahmat. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.